Assalamu alaikum everybody. Demek bugün sizler bilen görüp çıkan keyingi dersimiz bu formal letter hakkında bulup ödedeken. Bilemiz yakındaki Task 6 level versiyasında yani essay kısmında, writing kısmında bizlere Task 1.1 görünüşünde formal letter gelip durdu. Formal letterimizde bugün sizler bilen complaint kısmını görüp çıkağımız eken. Demek bugünkü lessonlarımız no'dan ibaret bo'ladi. Bugünkü lessonimizda birinchi bo'lib ko'radigan narsamiz formal letter no. Ozgincha tushuncha olamiz. No'lar kerak unga shularni ko'rib chiqamiz va birma-bir sample answerning ichidagi lug'atlari, girish so'zlari, grammarlarni formal letter uchun o'rganib chiqamiz aka o'rtoqlar. Demak, birinchi bo'lib hozir complaint letterimizni eventini ko'rib chiqamiz va keyin sample answerimizni ko'rishda davom etamiz o'rtoqlar. Demak, qaraydigan bo'lsak, bizada o'zi avvalgi formal letterlarımızda 150-160 söz yazılımlar edi. Lekin hozirgi format ham shunday. Endi ikkisini farqi no'da. Demak, biz eventni ko'ramiz. You ordered a set of books online but some were damaged. You received this letter. Demak, men bir nechta a set of degan bir nechta, ya'ni bir korobkada keladigan bir nechta kitoblar. Ya'ni bir bo'lim deb aytsak ham bo'ladimi? Bir bo'lim kitoblarni buyurtirdik onlaynda. Bittasi ko'pchiligi ularni ne bo'lgan? Damaged holatdagi, ya'ni yaxshi emas, yaroqli emas. Keyin bizlar endi xat yozib turibdi. Shuni biladi. Bizani yangi yuborgan inson va bizlar xat kelgan. Dear customer, we are sorry to hear about your recent order. Could you provide details of the issue so that we can assist you? Demak, qadrli bizlar mijozimiz, biz juda ham afsusdamiz. Sana shu holatda borgandan bizani orderimizni sen bizani detal aytib bilasanmi problemani? Chunki biz seni yordam berib bilamiz shu problema bo'yicha. Nishatib yordam bersak bo'ladi deb aytib qo'ydi. Demak, endi taskimiz o'tadigan bo'lsak, write a formal letter, explain the problem and requesting a solution. Sen formal letter yoz, shu insona, ya'ni menejermi bu, kim bo'lishidan qat'iy nazar shu bizga yozgan odamga yozishimiz kerak qaytarib. Polni problemani tushuntir va solution ayt dedi, solution so'ra ulardan dedi. Keyin bizada endi bularni narsalari, bodylarini chiqib bo'ladi. Birinchi bo'lib introduction qismimizda biza oldingi formal letterimizda oldingi turunda doğrudan-doğru I'm writing to do something deb ketar edik. Men yozib turibman, yozishganimning sababi shuki deb boshlar edik. Lekin hozirgisida uni emas. Nechun deydigan bo'lsak, biz o'zi boshqa birovda xat yozib olib turibmiz. Bu xatni oldik, o'qidik. Endi shuni biza isbotlab berishimiz uchun, ya'ni olganligimni tasdiqlashim uchun men unga greeting aytishim kerak. Oddiy greeting emas. Positive beginning with polite and formal tone. Positive beginning degani, ya'ni ish xatni oldim, sana rahmat, menga shunday qilib e'tibor qaratganing uchun degan gaplar bilan positivity bilan boshlab berishim kerak xatimni. Keyin izinasi, ona maqsadimni aytaman, xatdan maqsadni oldim. Keyin main body'larimizga qaraydigan bo'lsak, main body ikki dona main body'miz bo'ladi, katta-kattasidan. Bu main body'larimiz birinchi bo'lib no'lar iborat bo'ladi. Replying to requests in detail. Requests deganimning sababi bor. Ya'ni bizdan ikki dona so'rab turibdilar, ikki dona narsa so'rab turibdi. Problemani detal tushuntir va bunga yechim ber. Yechim so'ra bizdan deb turibdi. Ana shuni birinchi bo'lib problemani tushuntirishim kerak, ikkinchi bo'lib o'zim no xohlab turganligimni aytishim kerak. Ya'ni shunga qarab ikki main body'ga bo'lamiz ekan. Keyin conclusionimiz har doimgidek ikki bo'lma bo'linadi. Hook va ending. Hook deganimiz polni aytib bo'lgan narsalarimizni shu menejerdan natib olish, umid etish, hope etish. Umid etamanki sen bunday narsalarga qaraysan, e'tibor ko'rsatasan deb shuni bir formal tonda yoritib berishimiz kerak. Va ending. Endingda esa qadrli bir narsa deb o'zlarimizni ismlarimiz bilan tugatishimiz kerak. Demak, endi sizlar bilan o'zim tarafimdan yozilgan sample answerni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ana endi o'rtoqlar, sample answerimizni birma-bir ko'rib chiqamiz ekan. Demak, sample answer, dear manager of online shop. Albatta shu bizlarga kim yozgan bo'lsa, shunga murojaat etib biz dear deb yozib ketamiz. Bizlar online shop menejeri murojaat etgan edi. Shu menejera yozib turibmiz xatimizni. Dear manager of online shop, I truly appreciate your desire and the time paid to know about my problem for the delivery and the opportunity to give my own suggestion. Demak, oldingi dafada aytib o'tganimdek, biza girishini positivity bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni rahmat aytib, ya bo'lmasa bir gratefulnessimizni aytib berishimiz kerak. But I truly appreciate dedik. I truly appreciate.
I truly appreciate degan mən hər daim qadırlayman, hər daim qadırlağanman, rəhmət aytaman sənə. I appreciate your desire. Your desire degan xohishing və vaxtın. Pay it to now. Demək, bizə də işlədə нәрsə var. Bizə işlətişimiz mümkün. Desire and the time. Pay it to something. Yəni, bu nərsəmiz dəng boladı bizəni. Xohişimiz, istekimiz və vaxtımız bir nərsəyə ajratılğan istekim və xohişim. İna bir də peyitni özü mənası tolamaq degan, lekin bir də ajratılmaq degan mənada nədə ortaqla. Yəni, sən bana iştiyaqını, qiziqishini ajratqaning üçün, şuna bir qiziqish bildirganing üçün və vaxtını ajratqaning üçün rahmat. İndi nəyə buğa vaxt? To know about my problem. Mənim problemamı bilişə. For the delivery üçün, yəni yönetmə üçün, and the opportunity to give my own suggestion. Qaranlar ortaqla işədə opportunity degan нәрsə və desire, time. Sizlər bunu şablon etib yadlaşlarınızla mümkün. Bu degan nə? Complaint letterdə hər daim bizə bir iş qılğanmız, bizə yapmağan və şunu hocayını ya bulmasa meneceri yazıb durğan boladı bizə rahat. Məsələn, restorana barsam servisi yapmaydı bana, restoran negəsi yazıb tutdu. Şunun vaxtında bizə bizə müraciət edədi, problemana aiddir. Bizə şu yap bilən başlasaq çox gibi oladı. Yəni positivity bilən girəmiz. Doğrudan doğru mən complain etəməm, onu etəməm, məs. Doğrudan doğru girişimiz gerek. I truly appreciate your desire and the time paid to now about my problem. Şu yerəcə bir şablon for the service desək buladı. Əgər restoran buladı olsa. Əgər başqa нәрsə buladı olsa, şu yerini özgərtirəmiz. Keyin and the opportunity, imkaniyət üçün. Hər daim bizərən bir problema sorat durtdu mu, bunu yetişiminəm soruydu, nə xalisan bizədən də. Şunda bir də aytsaq buladı, mən üzümünü, fikrimini bərişim üçün bərgən imkaniyyətinə rəhmət desək buladı bizə. Demək, bizə şunu yadlaq qalımız, əcratqan iştiyaqın, yəni əcratqan qızıqışın və vaxtdan üçün rəhmət degən mənə ki. Keyin, ötəmiz, indi işi bizəni pozitiv giriş qısmımızadır. Şuradan şu yerəcə bizə də pozitiv giriş buldu. Demək bizə də indi keyingisi, yəni aim. Yazıb duruşumun səbəbi, nə soracaq mən buna, nə sorub alacaq mən? Şulanı yazalım. I'm writing this mail to draw your attention to a recent issue. Mən səni yazıb durubman bu xatını, sənin fikrini, polni etibarını, yakındaki problemağa polni qaratışını sorat tutman. Concerning my book order. Məni concerning, qaranla valla, concerning degen sözümüz var bizəni. Concerning means regarding. About degen sinonimi valla. Bu köpinçə issue'dan keyin gəladi. Issue concerning bo'lib ketadi. Shu problema haqida degan. Köpinçə concerningni bizə haqida deb tərcümə etamiz, lekin negativ narsalar uchun. Masalan, problema haqida gapirib turibman-ku. Shu problemani oldin yozib turib, izindən haqida degan so'z kerak bo'ladi. Bo'lsa concerningni bosib ketaveramiz. Ya bo'lmasam bizara lekin pozitiv gap bo'ladi. Bo'lsa biza concerningni barib bilamiz unda. Keyin my book order dedik, which I received on 3rd of November. 3-noyabrda qabul qilib olgan kitobim haqidagi yaqindagi problemaga sen polni e'tiborini qaratishingni xohlayman degan gap bo'ldi bu. E'tiborini qaratishingni so'rash uchun yozib turibman. Ya'ni bizani maqsadimiz. Ana endi birma-bir requestdan ketamiz. Biz birinchi paragrafimizning ikkinchi qismida bo'ldik. Ana endi ikkinchi paragrafimizni, ya'ni main body firstda o'tamiz aka o'rtoqlar. Unfortunately, several books arrived in severely damaged condition. Qaranglar bolalar, ikkinchida bizga birinchi berilgan narsasini yozishimiz kerak. Ya'ni bizdan birinchi nima so'radi? Problemani detal aytdi. Detal ketamiz. Bir nechta kitoblar unfortunately degan gapni aytguncha o'rtoqlar. Bu har doim biza problemani ochib berjakimizda ishlatiladi. Unfortunately ni ishlatishimiz mumkin. Unlikely bilan ham ishlasak bo'ladi vallah. Unlikely ya bo'lmasa, biz buni dim bitta so'zini o'zgartirib yozaman. Didon bo'lsak, I am afraid to let you know about. Yani İşte 3 tane sözümüz bize birbirine sinonim ortaklar. Yani unfortunately deganimiz ham, unluckily deganimiz ham, I'm afraid to let you know about
deb bir yana polni close sentence ketadi. Ya'ni to'liq gap. Sana buni aytib turganimdan afsusdaman. Afsusdamanki degan gap. Afsusdamanki bir nechta kitoblar yetib keldi severely damaged condition. Severely damaged condition degan dim rasvo ahvolda degan. Qaranglar, shuda shunday bir grammatika chiqadi. İngliz tilida ko'pchilik o'quvchilar faqat tayyor so'zlarni yodlab ketadi, lekin o'zlari so'z tuzishni bilmaydi. Lekin biza tayyor so'zni yodlab olganimizdan ko'ra, darajasi yuqori, frazeologik so'zlarni yodlaganimizdan ko'ra, o'zlarimiz polni so'z tuzishni o'rganganimiz yaxshi o'rtoqlar. Masalan, no degan. Sizlarga 4-da ishimiz bizani adverb plus verb 3 form and noun. İşi görünüşdə bizə polni söz yasasak bo'ladi. Bularning ma'nosi bir so'zga deyil. Ya'ni yomon ahvoldagi degan ma'noni beradi. Agar bizlar masalan tuzib ko'rishimiz mumkin, newly joined member. Masalan, I am newly joined member of you desam, seni yaqinda qo'shilgan a'zomman. Ya'ni biza birinchi bo'lib adverb qo'yamiz, bir verb uchimizni qo'yamiz, keyin otimizni qo'ysak, biza polni ishini bir so'z yasasak bo'ladi ekan. Doğrudan-doğru bizlara kitoblar yomon ahvolda emas, ular yomon ahvolda yetib keldi. Ya'ni so'z birikma bilan yazsak bo'ladi. With bent covers. With bent covers degan withdan keyin bizlara verb uch ishatib turibdi. Ya'ni bent degan so'zimiz bor edi, o'zi buklamoq. Bent bo'ladigan bo'lsa buklangan. Ya'ni уже no desam bo'ladi, buklanib yotgan covers varaqlari bilan birga keldi. Loose bindings and even water stains on the pages, which can result in weak hope of mind for your services. Bu degan no, loose bindings degan dim yipqa narsalari bor. Yipqa beti va shu bilan birgalikda water stain, ya'ni varaqni ustida suv nalar, dog'lari bor. Keyin on some pages dedik, which can result. Ana endi beda butun bir gapa biza polni urg'u berib turibmiz. Shu vaqtda valla ina shuni tarjima etjakda ko'pchilik qiynaladi. Bu no degan. Ishi whichni biza qaysi deb emas, ligi deb tarjima etamiz gapga qo'shib. Ya'ni ishi holatda kelganligi kitoblarni result in ko'pincha shu holatda baradigan bo'lsak biza, ya'ni bu conjunctive relative deb aytadi. Conjunctive relative'miz polni bir gapga urg'u beradi. So'z emas. Relative clause emas bu. Conjunctive clause. Ya'ni which can result in sabab bo'ladi. Sho'rini biza bog'la oddiygina result inni bermaydirib, lead to desak ham bo'ladi. Lead to. Ya bo'lmasa cause to. Sabab bo'ladi. Noga sabab bo'ladi. Weak hope of mind. So'zni yodlab qo'yinglar. Weak hope of mind. Meni umidimni sinishini. Ya'ni menda umid qolmaydi seni narsang uchun deganda aytishi mumkin. Seni servislaring uchun ish kitoblarni shu ahvolda kelganligi meni umidimni o'sha chilparchin etadi. Ya'ni umid qolmaydi menda degan ma'noni berib turibdi o'rtoqlar. Demak, endi sizlar bilan keyingi ikkinchi main body'ga o'tamiz ekan. Ikkinchi main body'da bizdan no xolashimizni so'raydi. Endi bir yandan biza no xolashlarimizni aytib berishimiz kerak. Ko'pincha o'rtoqlar faqatgina bir dona narsa bilan cheklanib qolmanglar. Sabab aytjakdan, problem aytjakdan. Iloji boricha 3 yo 2 bo'lishi kerak. Undan ko'p emas, oz ham bo'lmasligi kerak. Bu nachunning deb tursiz degan bo'lsangizlar, bu narsa bizning so'zimizni normalatib saqlab beradi. Ya'ni ikki sabab beradigan bo'lsak, ikki dona solution beradigan bo'lsak, polni so'zimizni saqlab beradi. Ya'ni 150-160 so'z atrofi chiqadi. Demak, ketadigan bo'lsak, as a long-term customer, I find this situation highly disappointing, especially considering your company's unusual standard of service. Demak, buni girish qismini chik bo'ladi. Girish qismida doğrudan-doğru men buni xohlayman deb ketib bilamiz o'rtoqlar. Birinchi bo'lib girjakda masalan biza so'rayapmiz bir narsa, talab etjakmiz. Bunga positivity bilan girish doğrusu tavsiya etiladi. Bir de as a long term customer. Seni uzoqdan beri customer'ing bo'lib shu narsani yozyapman men. I find this situation, bu holatni men dim yomon deb bilaman. Ayniqsa seni polni kompaniyangni umumiy standart servisini standartlarini inobatga olib, bu holatni dim yomon etib bilaman degan. Ko'pincha sizlar bu long term o'rtoqlar yozishlaringiz mumkin. Long term
short term. Short term deb ketib turib, izini noun yozishlaringiz mumkin. Bu sifat. Ya'ni long term deydigan bo'lsak, uzoqdan beri, short term deydigan bo'lsak, yaqindagi. Masalan, biz restoranga ham bo'lmasam bir boshqalarga yana bir complaint xati yozadigan bo'lsak, biz short term desak ham bo'ladi. Find the situation. Qaranglar. Men bundan doğrudan-doğru ko'nglim dolmadi, ya bo'lmasa men bundan xafa deb ketib bilamiz. Nechun deydigan bo'lsak, bu informality tortib ketadi. Formality etish uchun buni ko'pincha shu find bilan bersak bo'ladi valloh. Find something negative word. Demak, shunda find deydigan bo'lsak, men shu narsani bilaman, bir negativ yo bo'lmasa pozitiv narsa yozsak bo'ladi. Ya'ni bir aytib turibman men, bu holatni highly disappointing, dim yomon deb o'ylab turibman. Bu yerda sifat yoziladi. Masalan, I find my results highly satisfying. Ya'ni men o'zimning rezultatlarimni dim yaxshi deb bilaman. Bu yerda aytib qo'yman, men bu servisni, bu holatni dim yomon deb bilaman. Ayniqsa, o'sha holatni inobatga olib keyin I would therefore appreciate it if you could arrange an immediate replacement for the defective copies or issue a full refund. Demak, bizada I would doğrudan-doğru endi bize xohlaydigan narsani aytib ketaman ekan. I would therefore, qaranglar. Therefore bizada o'zi o'ta darajada akademik bo'lgan so'z. Bu ko'pincha letterlarda ishlatilmaydi, girish so'z sifatida. Lekin qaranglar. Bizada therefore ham girish so'z bo'lib keladi, ham gapning o'rtasida adverb bo'lib keladi. Girish so'z bo'lib keladigan bo'lsa, buni essaylarda ishlatamiz. Ya'ni inshaalloh. Agar gapning o'rtasına therefore dikib qaradigan bo'lsam, bu letterlar uchun cho'tkish so'z bo'ladi, ham formal bo'lib biladi, ham darajasi yuqori bo'lib biladi. Masalan, I would formal ibara so deb ketimiz. Masalan, so'ni o'rnini bosadi. So shuning uchun degan-ku, to'g'rimi? Shuning uchun men sendim xursand bo'lgan bo'lar edim. Bu holatdan agar sen replacement etib bersang, tezroq almashtirib bersang, meni defective degan so'zimiz ham bor bizada. Defective deganimiz damaged'ni sinonimi bo'ladi. Doğrudan-doğru damaged demadikdan defective, ya'ni nuqsoni bor bo'lgan boshqa bir variantini almashtirib ber, nuqsoni bor bo'lgan narsani men almashtirib ber, yo bo'lmasa issue degan narsamiz bor. Issue'ni ko'pchilik faqat noun shaklini biladi, lekin bizning issue'ni verb shakli bizda hal qilmoq, ya'ni handle degan ma'noni anglatadi o'rtoqlar. Ko'p yerlarda ayniqsa letterlar uchun cho'tga tushadigan so'z, nechun deydigan bo'lsak, bu ham formal, ham akademik darajasi o'ta darajada yuqori. Issue hal qilmoq. Sizlar buni sinonim etishlaringiz mumkin. Solve ya bo'lmasam handle bilan. Pulni butun bir qaytarib berishni hal qil deydi. Additionally, please advise me on the return procedure for the damaged items. Keyin ikkinchi, yana birinchi ismni aytib bo'ldim. Qaytarib ber, mana boshqa bir variantlari bilan qaytarib ber dedim. Keyin ikkinchi atadigan ishim additionally deb kirib ketsak, ikkinchi bizani maslahatimiz, ya'ni ikkinchi taklifimizda additionally deb kirsak, o'ta darajada cho'tki bo'ladi. Please virgul qo'yib aytamiz. Iltimos, advise me on return procedure. Return procedure degan qaytarib berish jarayoni. Procedure'ni biza process bilan aytsak bo'ladi valloh. Process. Ya'ni jarayon. Menga masalan, men shu narsalarni qaytarib berjakman sana, shu muammoni ham, iltimos shu narsada ham menga bitta ma'lumot ber, nishatib qaytarib bersam bo'ladi unga deganning gap aytilindi buyda. Ana endi biz ending qismini o'tdik. Ending qismida birinchi bo'lib hook aytilinadi. Ya'ni polni bir yozib berilgan narsalar. Ko'pincha biz complaint formal letterimizda hookimiz umid bo'ladi. Ya'ni umid degan ishonamanki, umid etamanki, sen meni shu aytgan narsalarimni inobatga olasan deganning gap tuzishimiz kerak. Polni complaint letterlar uchun necha complaint letter tushsam, sizlarga polni shuni formal qismida endingini yozib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni I trust, men ishonamanki, this matter will be resolved. Will be resolved degan bizada
tez orada, ya'ni yechiladi. Keyin promptly and satisfactorily. Men sizlarga aytib qo'yibman, bola, har doim ot bo'ladimi, verb bo'ladimi, sifat bo'ladimi, yonini biza ravish bilan uni darajasini oshirib ko'rsatib berishimiz kerak. Masalan, hal qilinadi. Qay holatda hal qilinadi? Tez va ajoyib yo'lda. Buni sinonimi promptly degan, promptly and satisfactorily. Satisfactorily. Bu bizada deng bo'ladi quickly and well degan so'zi. Ya'ni tezroq va ajoyib tarzda hal bo'ladi deb aytib qo'yibdi. Should you require further details, please don't hesitate to contact me. Should deb boshlaganimiz sabab qaranglar. If'ni o'rnina biza if'ni olib tashladikdan should you deb ketsak, agar degan ma'noni anglatadi bizada. Agar senga kerak bo'ladigan bo'lsa, sen ishning detallarini so'rajak bo'lsang, so'rashing kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos ikkilanma men bilan bog'lanishar deydi. Keyin best regards Tom. O'zi polni inashi bizani ending qismimiz deb bir complaint letterga ketadigan narsa ekan. Demak, biz o'rgangan narsalarimiz shular bo'ldi: sample, answer va vocab. Demak, o'rtoqlar, agar sizlar formal letterni boshqa bir turlarini ham cho'tkatib o'rganishni xohlasangizlar, formal letterni girish qismlarini nechik bo'ladi, polni endinglari, boshqa bir narsalar uchun, boshqa turlari uchun struktura o'rganajak bo'lsangiz, keyingi darslarimizdan kuzatishda davom etinglar.